Akalar, sizlardan maksimalli paddashni kutamiz. Lexus dvornikimiz. Akalar, hozir dvornikning sezoni kelgan. Hamma mashinada dvornik almashtirish shart. Ko'rishingiz mumkin, Lexus o'sha muzlamada ham, qattiq sovuqda ham muzlab qolmaydigan rezinkalik bo'ladi. Akalar, internetlarda 90 ming, 100 ming so'm ko'rdim. O'tgan yili biza 40 ming so'm sotganmiz. Endigi narx undan ham pastroq bo'ladi. Akalar, Lexus dvornik jupuni 30 ming so'm qilib beramiz. Mana shu joyiga bitta like bosib, kommentariyada paddashga qilib qo'yasizlar. Akalar, Maxima radar hali ham sotuvda bormi deganlar uchun inshaalloh sotuvda bor. Tak, $55 narxi, $55 ga nima olasizlar? Nexus Cobalt uradigan radarimiz, multiradar niboyni urib beradi. O'zbekistonda akalar 1 yil garantiya, tashqalarni tekin qilib beramiz. Inshaalloh kelsanglar sotuvda bor. Manzilimiz Sergeli Moshto bozor, Tor 115-do'kon.